Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatib borayotgan aziz obunachilar. Bugungi videoda sizlar bilan mana shu jo'jalarimizga qarashni o'rganamiz. Birinchi o'rinda doimiy starter yem beringlar. Starter yem foydali, tez o'stirib tashlaydi, foydasini ko'rdim o'zimda. Vitaminlarni vaqtida beringlar. Hozir sizlarga bularning vaznini o'lchab ko'rsataman. Tarozimiz yo'q ol, manadan bitta lyuboy jo'jamizni olamiz. Mana masalan, shu jo'jamizni olamiz. Qaytib kirib ketyapti. Mana ko'rganlaringdek mana 250 gram chiqyapti yog' buyog'i. Ancha semirib qolgan. O'tgan videolarimni ko'rgan bo'lsalaring, bu jo'jani qancha tez semirganini bilishinglar mumkin. Chunki mana shu starter yemning foydasi katta jo'jalarga. O'sishini tezlashtirib beradi. Mana kattagini bir chekkasiga qo'yib qo'yamiz. O'zlari yeb turishadi. Katta jo'jalarimizni ham hozir ko'ramiz. Mana bu yerda oddiy o'zimizda hashaki oq jo'jalarimizdan 2 ta makun, 3 ta xo'roz bor. Yemlari bularni bug'doy. Suvi oddiy suv bo'ladi. Ancha katta bo'lgan bular ham. Mana 2 ta makun, bu bilan bu. Qolganlari ana 3 ta xo'roz bor ana. Ko'rib turganlaringdek, bular ham ancha katta bo'lib qolgan. Hozir vaznini o'lchaymiz. Mana bitta xo'rozimizning vaznini o'lchadik. Ko'rib turganlaringdek 1 kilo 100 gram chiqyapti xo'rozimiz. Mana ancha semiz bo'lib qolgan, 1 kilo 100 chiqdi ko'rib turganlaringdek. Ancha semiz hammasi. Mana jo'jalarimizni ham zotini aytib ketaman. Mana bizda bu jo'jalarimizda zoti 2 xil chiqqan inkubatorimizdan. Birini hozir ko'rsam, mana. Oyog'ida pati bor zoti, lahmanoid deydimi. Shunaqa jo'jalar deydi. Qolganlari bo'lsa mana oyog'ida juni yo'q, 2 ta mana oddiy qora shahzoda desak ham bo'ladi. Aniq zotini bilmayman, lekin shunga o'xshash zot chiqqan. Hozirda boqayotgan zotimizda bular birinchisi 2 res jo'ja boqyapmiz. Parandachilikka qiziqqanlar bo'lsa, kommentariyalarga keyingi video nima bo'lishini yozib ketsalaring, qilishga harakat qilaman. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar.